Assalomu alaykum qizlarjonlar. Har kun kechki nima ovqat qilishni bilmayapsizmi? Keling, bugun xamirli ovqat qilib ko'ramiz. Xonimimiz uchun to'g'ralgan piyoz, go'sht va qirg'ichdan o'tkazilgan kartoshkamizni idishimizga solib olamiz. Ustiga zira, tuz va rolton pripravadan foydalandim. Yog'larimizni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Farshimizni 4 bo'lakka bo'lib olamiz. 4 ta kosa qilib oldim. Xamirim ham 4 bo'lakka bo'lingan. Bu idishimizda podsolnечный масло va shtreleta. Bu tarafda podlivka taxlayapman. Listim kichkinaligi uchun xamirni ham kichikroq olganman. Xamirlarimizni birin-ketin yoyishni boshlaymiz. Men har doim xamir yoyishimdan oldin xamirlarimni mana shunday kattalikda yoyib, buklab olib qo'yaman. Mana 4 ta xamirimni ham shunday qilib buklab oldim. Endi birinchi yoygan xamirimdan boshlab yoyishni boshlaymiz. Mana xamirimni ham yoyib oldim. Bilasizmi, 5 minutda yoydim bu xamirimni. Ichiga farsh solib o'raymiz. Ikkinchi xamirimni 4 minutda yoydim. Mana shunday kattalikda yoydim. Mana bu 5 minutda yoygan xamirim, bunisi 4 minutda yoygan xamirim. Ishonasizlarmi? 4-chi xamirim yaxshi dam olgani uchun 3 minutda yoyildi. Hozir negativlar yoziladi, buncha o'zingizni maqtarkansiz deb. Lekin ishoninglar, xuddi shunday bo'ldi. Ovqatim tayyor, yoqimli ishtaha.